Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Tony. Bugungi videomizda do'stlar Grand Mobile'da eng arzon va sifatli mashinalar ko'rib chiqamizlar. 3 ta mashinani ko'rib chiqamiz va ulardan birinchi o'rinni tanlaymiz. Men уже tanlab bo'lganman, sizlarga ko'rsataman. Xo'p do'stlar, men yangi kontentga Xo'p, meni podpishka qilib yuborasizlar degan umiddaman. Endi bundan boshlab Grand Mobile bo'yicha videolar chiqadi. Xo'p do'stlar, endi ekonom avtosaloniga borib olamiz. Xo'p, birinchidan navigatorga kiramiz. Navigatordan qani edi? Xo'p, 3-chiga kiramiz hozir. 3-chi avtosalonlar va to'xtash joylari mana shuga kiramiz. Xo'p, keyin bu yerdan qaysi edi? Hozir o'zbekcha bo'lganiga tushunmayapman. Ruschaga o'rganib oldim. Xo'p, bu yerdan menimcha qulaylik avtosalon bo'lsa kerak. Qulaylik bo'lsa kerak. Yo'q, bu qulaylik emas ekan. Qulaylik emas ekan. Menimcha iqtisod bo'lsa kerak. Iqtisod avtosalon. Mana shu bo'lsa kerak. Mana shu ekan. Xo'p. Endi mana shu yerga borib olamiz do'stlar. Mana qayerdaligini ko'rsatib qo'ysam, mana yujniy tarafda bo'ladi ekonom avtosalon. Xo'p. Endi mashinaga o'tirib boramiz. Do'stlar, videoni xira joylariga e'tibor bermaysizlar. Men ham bilmadim qanday to'g'rilashdi, lekin telefonda ko'rganimda xira bas edi bunaqa. Xo'p, xiraga e'tibor bermasdan mazza qilib ko'ringlar. Xo'p do'stlar, mana ekonom avtosalonga kelib oldik. Xo'p, bu yerda yujniga keldik. Xo'p, endi ichkariga kirib sizlarga ko'rsataman. Xo'p, mana birinchi mashinamiz Subaru Legacy. Xo'p, bu mashina ham arzon 120 k turadi. Xo'p, ma'lumotini aytib o'tsam, 195 km/soatga chiqadi. 60 litr benzin bo'ladi. Bagaji 20 slot bo'ladi. Xo'p, bu mashina ham puliga qaraganda ancha yaxshi. Bu mashina menimcha 300 k ga ketardi menimcha. Bu mashina tez yuradi. Olsanglar mazza qilib o'ynab yurasizlar. Xo'p, endi sizlarga bu mashina necha sekundda 100 ga chiqishini aytaman, ko'rsataman. Xo'p do'stlar, mana kelib oldik. Chiziqqa ham to'g'rilab oldim mana. Chiroyli qilib sanaymiz. 1 2 3. Xo'p do'stlar, mana 3 sekundda bu 100 ga chiqar ekan. Bu вообще zo'r degani. Bu mashinani sizlarga tavsiya qilaman. Keyingi mashinaga o'tamiz. Xo'p, mana do'stlar, keyingi mashinamiz BMW E39 M5 ekan. Xo'p, bu mashina ma'lumot bersam 250 km/soatga chiqar ekan. Baki 60 litr ekan. Bagaj 20 slot ekan bu ham. Xo'p, endi buni ham necha sekundda 100 ga chiqishini ko'rib chiqamiz. Xo'p do'stlar, mana bu mashinani ham olib kelib oldik. Chiziqqa qo'ydim. Endi bu mashinani necha sekundda 100 ga chiqishini ko'ramiz. Sanaymiz. 1 2 3. Xo'p do'stlar, mana 1 sekundda 100 ga chiqdi. Bu ham normalniy, pulga arziydi. Xo'p, endi biz keyingi mashinaga o'tamiz. Obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p do'stlar, mana birinchi o'rindagi mashina BMW E34. Bu mashina puliga вообще arzimaydi. Bu mashinaga arzimaydi. Bu mashina 1 millionmi bo'lishi kerak edi. 1-2 millionmi bo'lishi kerak edi.
Bu mashina zo'r. Mana do'stlar, ranglari ham hammasiga mos keladi. Ma'lumoti 240 km/soatga chiqadi. Baki 70 litr, bagaji 20 slot. Bu mashina zo'r mashina va buni endi yana sinab ko'ramiz, necha sekundda 100 ga chiqarkan. Xo'p, mana olib kelib oldim do'stlar. Endi buni necha sekundda 100 ga chiqishini ko'ramiz do'stlar. Chiziqqa olib kelib oldim. Xo'p, endi sanaymiz. 1 2 3. Xo'p, mana do'stlar, bu mashinamiz birinchi o'rindagi mashina 5 sekundda 100 ga chiqdi. Xo'p, bu mashina zo'r degani, puli arzon, lekin sifati вообще zo'r. Bu mashinani olsanglar yaxshi ham zo'r bo'ladi. Xo'p, mana do'stlar, videoni oxiriga ham kelib oldik. Bu video sizlarga yoqdi degan umiddaman. Hamma mashinalar zo'r ekan, olinglar, tavsiya qilaman. Xo'p, yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, like bilan obunani bosib qo'yinglar. Keyin qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yinglar. Video chiqsa birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Xo'p, do'stlar, men yangi content makerman. Shuning uchun meni poddeska qilinglar. Iltimos so'rayman sizlardan. Xo'p, hammaga xayr do'stlar, omad.